Abu Zar G'ifarining aytgani oddiy bir jumla bo'lmasdan shu jamiyatning ozg'in aqidasiga urilgan xanjar edi. Dunyoda tatgan qiyinchiligimiz, aziyatimiz va uchragan musibatlarning hammasi agar Alloh yo'lida bo'lsa, iymonimiz uchun mana bu shunday jasorat kelaymiz. So'zli turishda va va'dasiga vafo qilishda Abu Zarga o'xshash birisi yo'q. Biz bugün haqiqatni bayon qilishda hech kimdan qo'rqmaydigan, oxirat hayotini tunib, dunyoning mohiyatini tushungandan keyin, shundaqla iymonning lazzatini tetigandan keyin, dunyo uning qalbida o'rin ololmagan zohidlik va kamtarlikda ulga buyuk sahoba Abu Zar G'ifari radhiyallohu anhu bilan tanishib chiqamiz. Bir odamda hidoyatga to'g'ri yo'lga intilish bo'lmaydi ekan, u odam hidoyatning yendi yashagan bo'lsa-mu, hidoyatga erisha olmaydi. O'xshashla bir odamda hidoyatga intilish, to'g'ri yo'lga bo'lgan qiziqish va izdinish bo'ladi ekan, u odam hidoyatdan necha yuz kilometr yiroqlikda yashagan bo'lsa-mu, Alloh taolo u odamni bir yo'llar bilan hidoyatga muyassar qiladi. Biz Alloh taolodan mashin tilishimiz mumkin. Alloh taolo berishi mumkin va yoki bermasligi mumkin. Biz Alloh taolodan ko'p mol dunyo va yoki uy tilishimiz mumkin. Alloh taolo duoyimizni ijobat qilishi va yoki qilmasligi mumkin. Ya'ni Alloh taolo duoyimizni ijobat qilib tilaganlarimizni berishi mumkin va yoki kechik turib oxiratda bizga eng yaxshisini berishi mumkin. Va yoki dunyoda biz tilagan narsaning o'zini bermay, uningdan yaxshisini berishi mumkin. Ammo dunyoda biz Alloh taolodan tilasak, Alloh taolo mushu dunyoda 100% cho'qim beradigan bir narsa bor. U bo'lsa-mu to'g'ri yo'l va hidoyat. Chunki bizga nisbatan hidoyat va iymon faqat mushu dunyoda lozim. O'lgan vaqtida, o'lim parisini ko'rgan vaqtida dunyodagi butun kofirlar, butun insoniyat Allohga ishonadi. Ya'ni Allohdan tilagan boshqa narsalarimizni kechiktirib Alloh taolo qiyomatda ba'zi-mu uning qimmati bo'ladi. Lekin iymonning, hidoyatning qimmati faqat mushu dunyoda bo'ladi. Shuning uchun qanday bir odam Alloh taolodan to'g'ri yo'l va hidoyat tilaydi ekan, Alloh taolo u odamning duosini mushu dunyoda ijobat qiladi. Alloh taologa duo qilish, Alloh taolodan so'rash emas, bir odamning qalbida haqiqatga talpinish, to'g'ri yo'lga bo'lgan qiziqish va izdinish bo'ladi ekan, Alloh taolo u odamni haqiqatga ulashtiradi va to'g'ri yo'lga erishtiradi. Biz bugun turishmoqchi bo'lgan Abu Zar G'ifari radhiyallohu anhu ana shularning tirik bir misoli. Makkadan 200 kilometr yiroqlikda G'ifar qabilasi joylashgan bo'lib, bu qabila Makkaning savdo karvonlari Shamga boradigan o'tgan yo'lga joylashgan edi. Bu qabila o'zining qabilasidan o'tgan karvonlardan qo'g'dash puli elib turmush kechiradi. Ya'ni G'ifar qabilasi ayni davrdagi mafiya, ya'ni qor jamiyat hisoblanadi. Bu qabilda Abu Zar ismli bir odam bo'lib, bu odam nihoyat botur, shundaqla o'zi yolg'iz cho'ng karvonlarning oldini tusab, ularni bulaydi. Lekin u kuchliklar ojizlarni buza qiladigan, haq huquq dafsanda qilingan bu jamiyatda nihoyat bizar edi. Atrofidagilar jamiyat shu bo'g'achqa o'zi shu yo'lda mangan bo'lsa-mu, qalbi qattiq norozi edi. To'g'ri yo'l izlaydi. Kishilar uni butga ibodat qilishga tavsiya qilganda, u butning qishig'i berib, butga bir tal tosh atadi. U butga qarab, o'zingga keladigan bir toshni tusiy olmasang, man keladigan ziyonni va musibatlarni qanday tusiysa deb uning ibodat qilishni boshlardi. Ya'ni Abu Zar G'ifari jahiliyat davrida bulanchilik bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, butga chuqunmaydi. Qalbidan to'g'ri yo'l izlaydi. O'zining qilganiga o'zi rozi emas edi. Shundaq turgan kunlarning birida savdo karvonlari orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning xabari G'ifar qabilasiga yetib keladi. Abu Zar G'ifari payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning xabarini anglagandan keyin shoir inisini, "Inim, sen bir shoir. Makkaga borib u kishining ahvolini o'qib kelgan. Uning aytganlari she'rimi va yoki boshqa narsami, sen uni bilalaysan. Borib uning ahvolini tafsiriy o'qib, men xabar qilgan" deb uni Makkaga yo'l soladi. Yenisi akisining tavsiyasi bo'yicha Makkaga yetib keladi. Va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni kishilarni surishtirib qaytadi. Va akisiga Muhammad degan kishiga vahiy kelibdimish, u o'zini Allohning oxirgi payg'ambari deb e'lon qilibdi. Uning Qur'on nozil bo'libdi deb bo'lgan ahvollarni qisqacha so'zlab beradi. Abu Zar G'ifari radhiyallohu anhu inisining bergan uchuridan qalbi qanoat topmaydi. Oxiri o'zi Makkaga borib ahvolni o'qib kelish uchun tayyorlanadi va Makkaga qarab yo'lga chiqadi. U bir qancha kun yo'l yurib Makkaga keladi. O'ylab baqing, nima uchun bir qancha kun yo'l yurib Makkaga keladi? Hayotning ma'nosini, o'limdan keyin nima ish bo'ladi? Dunyoda biz nima uchun yashaymiz? Nereden keldik? Nega boramiz degan bu savollarga javob tepish uchun yashayotgan normal turmushini tashlab Makkaga safar qiladi. Bugun kunimizda ilm-fan shuncha taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, kishilarda faqat mushu dunyoga markazlashib, o'limni unutib, o'lim haqida hech o'ylanmasdan, hayotning ma'nosi o'zining dunyoda mavjud bo'lish sababi haqida hech o'ylanmasdan yashayotganligini ko'ryapmiz. Ilgirki davrda ilm-fan taraqqiy qilmagan bo'lsa-mu, kishilarning engida biz dunyoda nima uchun yashaymiz? Dunyoning mohiyati nima? O'lgandan keyin nega boramiz? Bu dunyo nima ish bo'ladi degan
haqida savollarni ko'p so'raydi, ya'ni to'g'ri yo'l, haqiqat haqida izlanadi. Abu Zar G'iffariyni yurtidan Makkaga kelishga majbur qilgan narsa bo'lsa, uning haqiqatni izlash eng edi. Abu Zar G'ifariy Makkaga yetib kelgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan maxfiy o'z yolg'iz holda uchrashish uchun hech kimdan so'ramay payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ko'z tutdi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni topolmaydi. Shu kuni kech kirdi. U yotadigan ya izlayotgan vaqtida Hazrat Ali Abu Zar G'iffariyni yiroqdan ko'rib, uning musofir ekanligini his qilib qoldi-da, uning qishig'iga berib, "Ey tag'a, yotadigan yeringiz yo'qmi?" deydi. Abu Zar G'ifariy, "Yo'q, men bu yerga musofir" deydi. Hazrat Ali, "Undaq bo'lsa men bilan men sizni uyimni qo'ndiray" deb Abu Zar G'iffariyni o'zining uyiga boshlab kirdi. Va u kuni qo'ndirdi. Hazrat Ali Abu Zar G'iffariydan "Nima uchun keldingiz? Kimni izlab keldingiz?" deb bu haqda hech qanday narsa so'ramaydi. Abu Zar G'ifariy at deganda, yana payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni izlab deganda chiqib ketdi. Va Kabening atrofiga kelib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ko'z tutdi. Lekin bir kun kuzatgan bo'lsa-mu, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni topolmaydi. Boshqalardan so'ray desa, mushuklar bilan dushmanlashishdan ensiraydi. Chunki u bu vaqtda Muhammad rost payg'ambarmi va yoki emasmi, uning uchun dushmanlashsam, uning uchun tayaqiysam, arzimamdu bu haqda qanoat kelmagan edi. Shuning uchun u hech kimdan so'may payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan yolg'iz ko'rish uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni izlaydi. Lekin ikkinchi kunisimi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni topolmay kech kirdi. Ikkinchi kunimi Hazrat Ali uning bilan ko'rishib, uni uyiga elib kelib qo'ndirdi. U kunisimi undan hech qanday savol so'ramaydi. Abu Zar G'ifariy uchinchi kunisimi o'xshashlar saharda Kabe'ga berib, nada adam to'plashgan bo'lsa, u yerdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni izlaydi. Lekin payg'ambarimizni topolmaydi. Boshqalardan so'ray deydi-yu, lekin xafalık qolmay deb yana so'ramaydi. Uchinchi kunisimi kech kirdi. Uchinchi kunisi kech Hazrat Ali Abu Zar G'iffariyning qishig'iga berib, "Izdiga odamingizga topolmadingizmi?" deydi. Abu Zar G'ifariy, "Yo'q, topolmadim" deydi. Hazrat Ali, "Siz kimni izlaysiz? Men yordam qilay" deydi. Abu Zar G'ifariy, "Hech kimga demaslikka va'da qilsang deb berma" deydi. Hazrat Ali, "Hech kimga demayman" deb va'da qiladi. Abu Zar G'ifariy, "Men yengida chiqqan payg'ambar Muhammad bilan ko'rishgili kelgan edi. Uni topolmadim. Men uyini ko'rsatib qo'yamsa" deb Hazrat Alidan so'raydi. Hazrat Ali, "Bo'ladi, men bilan yuring" deb Abu Zar G'iffariyning keyniga boshlab mangdi. Va Abu Zar G'iffariyga, "Agar men gumonliq ahvolni bayqasam, oyog'imning bo'g'ochini atgan bo'lib o'ltirib olaman, siz yo'lingizga davom qilavering. Ya'ni mening sizni boshlab manganligimni boshqalar his qilib qolmasin" deydi. Mana bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tarbiyasidagi 10 yoshlik Hazrat Alining aqli edi. Shunda qilib Hazrat Ali Abu Zar G'iffariyni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'lgan Darul Arqamga boshlab keldi. Abu Zar G'ifariy payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning huzuriga "Assalomu alaykum" deb kirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Abu Zar G'iffariyga "Va alaykum assalom" degan bu javobni qaytaradi. Mushu vaqtdan boshlab "Assalomu alaykum va alaykum assalom" musulmonlarning salomi bo'ladi. Abu Zar G'ifariy payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan islom haqida, o'ziga tushgan vahiy haqida tafsiliy bir so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Abu Zar G'iffariyga islom haqida tafsiliy tushuntirdi. Shundaqla Alloh taolo insoniyatni yaratgandan tortib, Odam alayhissalomdan tortib, kishilarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun payg'ambarlarni avatib turganligi, o'zining bo'lsa kishilarni aqid e'tiqodda ozg'unlikdan, axloqda buzuqchilikdan, haq huquqdan, zulmdan qutuldirish uchun avatilgan oxirgi payg'ambar ekanligini tafsiliy bir tushuntirdi. Shundaqla o'ziga nozil bo'lgan Qur'on Karimni Abu Zar G'iffariyga tilovat qilib berdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning islomni tafsiliy tushuntirishi Abu Zar G'iffariyning qalbidagi burundan tortib saqlanib kelgan norozilik, nurg'unlagan savollarning hammasining javobi bo'ladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'qigan Qur'oni Abu Zar G'ifariy radhiyallohu anhuning qalbini eritdi va men izlayotgan haqiqat bu ekan, men izlayotgan to'g'ri yo'l bu ekan deb shu hamon shahodat aytib musulmon bo'ladi. Abu Zar G'ifariy radhiyallohu anhu shahodat aytib musulmon bo'lgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uning xafalık qolmasligini ko'z tutib iymonini maxfiy tutgan deydi. Chunki bu islomning dastlabki vaqti bo'lib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom texi da'vatni oshkor qilmagan edi. Abu Zar G'ifariy radhiyallohu anhuning ichi shundaq bir hayajonga to'lgan ediki, bu hayajon vaqtli xushallikdan va yoki vaqtli g'azabdan emas, iymondan kelgan hayajon edi. Abu Zar G'ifariy radhiyallohu anhu iymondan kelgan bu hayajon sababli Rasulullohdan: "Ey Rasululloh, bu hidoyatni, bu haqiqatni kishilarning orasida meni bir qatim bo'lsa jakorga qilib qo'y" deb Rasulullohning qashidan yerib chiqib, Makka mushriklarining hammasi to'plashib o'ltirgan so'ringa kelib: "Ey xaloyiqlar, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh, sizlarning ibodat qilayotgan butunlar iloh emas, u hech narsaga ziyon yoki foyda yetkazolmaydi. Haqiqiy iloh Alloh, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad bo'lsa Allohning elchisi" degan bu shahodatni oshkor e'lon qildi. Abu Zar G'ifarining aytgani oddiy bir jumla bo'lmasdan shu jamiyatning ozg'un aqidasiga urilgan xanjar edi. Shuning uchun Abu Zarning qilgani shu jamiyatning hammasini o'zining qarshisiga elish va o'zini xatarga ittirish edi. "Men xafalık etib qolamu, mushriklar bilan dushmanlashib qolmay" deb payg'ambarimiz Muhammad
alayhissalom bilan maxfiy ko'rish uchun 3 kun saqlagan Hazrat Abu Zar iymon etgandan keyin, hidoyatni tunugandan keyin, dunyoning mohiyatini tushungandan keyin, oxirat hayotini tunugandan keyin, iymon lazzatini tatigandan keyin butun mushriklarni, butun bir jamiyatni qarshisiga ola oladigan bir jasoratga kelgan. Iymon mana shundaq bizning qalbimizga haqiqiy urunlashgan vaqtida, oxirat hayotini haqiqiy tunib yetgan vaqtimizda, shundaqla oxirat hayotiga haqiqiy iymon keltirgan vaqtimizda, ya'ni dunyoning vaqtliq bir imtihon maydoni ekanligi, dunyoda tatgan qiyinchiligimiz, aziyatimiz va uchragan musibatlarning hammasi agar Alloh yo'lida bo'lsa, oxirat hayotida, abadiy hayotimizda hasila mukofotga erishadiganligimizga haqiqiy shaklda ishongan vaqtimizda iymonimiz uchun mana shundaq jasorat kelaymiz. Biz o'zimizni iymon aytdik deb turib, qalbimizda bir xil qo'rqinch, iymoniy jasorat yo'q, iymoniy hayoja yo'q, iymonimizni xuduksiraydigan, dunyoda halovat ko'rgan, bayashat yashagan odamni ko'rsak, turolmay qoldigan bundaq holatda bo'lganligimiz bizning iymonimizning haqiqiy emasligi, to'lib tashmaganligining bir ifodasi. Chunki bir odam Allohga ishongan vaqtida dunyodagi noz-ne'matlar, ya'ni bir odam dunyoda qanchalik rohat-farog'at yashab ketsin, hatto o'zimi qanchalik rohat-farog'at yashab ketsin, uning qalbi bir xil orom topmaydi. Chunki u o'limdan bexud yashamaydi. O'lish bilan u bayashat turmushidan, u dunyodagi eng qimmatli narsalardan ayrilganligini biladi. Oxirat hayotining bo'lsa abadiy hayot ekanligini, shunga abadiy hayotimizda bayashat yashay olsak, haqiqiy bayashat ekanligini tunib yetadi. Shuning uchun haqiqiy mu'min, qalbi iymonga to'shgan mu'min iymon uchun jasorat qiladi. Dunyoda iymon uchun hech kimdan qo'rqmaydi. Faqat abadiy hayotini, oxirat hayotini o'ylaydi. Uning ko'ziga jannatdan boshqa narsa ko'rinmaydi, xulqiga jannatdan boshqa narsa anglanmaydi. Abu Zar G'iforiy ana shunday jasorat bilan mushriklarning oqsoqollarining oldida shahodat kalimasini aytgandan keyin mushriklar nihoyat darg'azab bo'lib, biz Muhammadni to'xtamay qolsak, bu nerdan chiqdi deb hammasi yupurilib kelib Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ni qattiq urushga boshlaydi. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu tayoq to'qmoq ostida o'lib qolg'ili tas qoladi. Shu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning texi musulmon bo'lmagan tag'isi Abbos ibn Abdul Muttalib yugurib kelib uni qutqizib oladi. Va mushriklarga buning nerdan kelganligini bilmamsizlar. Bu G'ifor qabilasidan ekan. Agar buningga bir ish bo'lib qolsa, bizning savdo karvonlarimiz Shamga sog'-salomat borolmaydi deydi. Buni anglagan mushriklar uni urushdan to'xtaydi. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu mushriklar tarafidan shunchalik tayoq yegan bo'lsa-mu, uningdagi iymoniy hayajon yana besiqmaydi. Aslida hayajon inson uchun shunchalik muhim narsa. Hayajon vaqtli xushallikdan yoki vaqtli ochiqdan emas, iymondan kelgan bo'lsa, insonni mana shunda qo'rqmas qiladi. U aldirab besiqmaydi. Abu Zardagi hayajon yana besiqmay, at deganda yana chiqib mushriklar to'plashib o'ltirgan yer kelib, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Allohdan boshqa iloh yo'q. Ya'ni sizlarning ibodat qilayotgan butunlar iloh emas, Muhammadur rasululloh. Muhammad Allohning elchisi deb bu shahodatni yana e'lon qiladi. Mushriklar yana yupurilib kelib Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu ni nihoyat qattiq urushga boshlaydi. Bugunmi Abbos ibn Abdul Muttalib uni qutuldirib oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'lgan ahvolni anglagandan keyin Abu Zar G'iforiyni chaqirib kelib, "Ey Abu Zar, sen yurtingga qaytib, shu yerda kishilarni islomga chaqirgan, islomga da'vat qilgan. Men da'vatni oshkor qilmoqcha, ya'ni mening oshkor bo'lganligimni anglamaguncha sen qaytib kelma. Shu yurtingda kishilarni islomga da'vat qilgan" deydi. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu qalbi iymoniy hayajonga to'lgan holda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning so'ziga itoat qilib yurtiga qaytadi. Endi Abu Zardagi iymonga va o'zimizdagi iymonga bir qarab boqaylik. Kishilarning hammasi qarshi chiqqan bir holda biz iymonimizni oshkor e'lon qila olamdik. Taqiydiganligimizni bilib turib, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh diyelimdik. Bugungi ahvolimiz qaraganda aslo demaymiz. Butun kishilarni qarshimizga elib la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh, qutulish yo'limiz islom. Kishilar buni cho'ng bilib ketgan taqdirdimi, yordamni u yerdan bu yerdan kutib ketgan taqdirdimi, nijotlik yo'lini uning bundan kutayotgan taqdirdimi, kishilar mol dunyoni, mansabni, siyosiylarni, boylarni cho'ng bilayotgan diqqati shuningga markazlashayotgan vaqtidami la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, bizga g'alaba, bizga nusrat, bizga izzat, bizga hurmat, bizga sharaf Allohdan boshqa hech kimning kelmaydi. Buningdan yordam kutmanglar. Bizning nijotlik yo'limiz, bizning izzat yo'limiz faqat va faqat islom. Gerçi bugun musulmonlar tushkunlashgan bo'lsa-mu, ammo chuqur biz g'alaba qilamiz. Islom qaytadan bosh ko'taradi, musulmonlar qaytadan aziz bo'ladi. Sizlar qo'rqqan zolim tajovuzchilar yiqiladi. Izzat va sharaf sizlar cho'ng bilgan g'arbda va yoki Yevropada emas, islomda, musulmonlarda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qoldirib ketgan yo'lda deb g'urur va sharaf his qila olamiz. Biz mana shunday ishonchga to'lmasak, haqiqiy mu'min hisoblanmaymiz. Biz haqiqiy mu'min hisoblanmagan vaqtimizda Allohning yordamiga loyiq bo'lmaymiz. Chunki Allohning yordami mu'minlarga, qalbi to'liq iymonga to'lgan kishilarga. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin." Shukrlashmanglar, qayg'urmanglar. Sizlar chuqur g'alaba qilasizlar. Shart sizlar mu'min bo'lsanglar, qalbinglar iymonga to'lsa, izzatni, hurmatni Alloh va uning payg'ambarining yo'lidan kutalsanglar, shu vaqtda sizlar g'alaba qilasizlar. Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Ana shundaq mu'minlarga, qalbi to'liq iymonga to'lgan mu'minlarga bizning yordam berish va'dimiz bor deydi.
Amaliyotda Alloh taolo haqiqiy mu'minlarga yordam berdimi? Tarix qarab boqadigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning davridan tortib toki bugun qadar haqiqiy iymonda rostchil tug'anlarga Alloh taolo yordam berdi. Alloh taolo Badr urushida yordam berdi, Xandaq urushida yordam berdi, xalifalarning davrida nurg'ulg'an urushlar yordam berdi. Bugun kunimizda iymonda mustahkam turgan Afg'oniston musulmonlarga yordam berdi. Demak biz iymonimizni mustahkam tursak, Alloh taolo bizga chuqur yordam beradi. Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu G'ifar qabilasiga qaytgandan keyin uningdagi iymoniy hayajon uni jim turg'izmaydi. U atrofidagi butun kishilarga islomni tushuntirishga, ularni islomga da'vat qilishga boshlaydi. Oldin uning inisi va onasi musulmon bo'ladi. Keyin uning qabilasi bir-birlab musulmon bo'lishga boshlaydi. Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu toki Xandaq urushigachilik, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga hijrat qilib, Xandaq urushi bo'g'ichilik G'ifar qabilasida kishilarni islomga da'vat qiladi. Uning tirikchiligi natijasida G'ifar qabilasining yarmi musulmon bo'ladi. Qolgan yarmi biz Muhammad bilan ko'rishgandan keyin o'zining ig'izini olib musulmon bo'lamiz deb turib oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga hijrat qilgandan keyin G'ifar qabilasining cho'nglari payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan bir-birlab ko'rishib, ularning hammasi musulmon bo'ladi. Shunday qilib G'ifar qabilasi, ya'ni bir bulanchi qabila hidoyat tepib musulmon bo'ladi. Musulmon bo'lib, nihoyat yaxshi musulmon bo'ladi. Abu Zar G'iforiy bo'lsa Madinaga hijrat qilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishidan ayrilmay, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan ta'lim oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Abu Zar haqida so'zli turishda va va'dasiga vafo qilishda Abu Zarga o'xshash birisi yo'q. Abu Zar Isa ibn Maryamga o'xshash zohid deb sifatlaydi. Abu Zar ko'p hollarda yolg'izlikni xohlaydi. Yolg'iz ibodat qiladi. Masjidda sahobalar chiqib ketgandan keyin bu yolg'iz o'ltirib zikr aytadi, tafakkur qiladi. Sahobalar Abu Zardan "Sen nima uchun yolg'iz o'tirishni yaxshi ko'rasan?" deb so'raydi. Abu Zar bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Sen rozi bo'lmaydigan hamroh, rozi bo'lmaydigan so'rinlardan yolg'izliging yaxshi. Yolg'izligingdan yaxshi hamroh yaxshi. Ya'ni sen rozi bo'ladigan so'rin yaxshi" degan. Shuning uchun men ko'p hollarda yolg'iz yurishni yaxshi ko'raman dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Abu Zarning yolg'izligi haqida Abu Zar yolg'iz mangadi. Ko'p hollarda yolg'iz yashaydi va yolg'iz vafot topadi dedi. Abu Zar radhiyallohu anhu o'ziga nihoyat yuqori talab qo'ygan sahoba edi. Shuning uchun boshqa sahobalarda o'zi rozi bo'lmaydigan, ya'ni o'ziga qo'ygan o'lcham tepilmasa, ulardan ayrilib yolg'iz yashaydi. Ya'ni o'ziga yuqori talabni qo'yib zohidlarcha yashaydi. Hech qachon yolg'izlikdan yoki yolg'iz qilishdan qo'rqmaydi. Amaliyotda yolg'izlikdan qo'rqmaslik, yolg'iz qoldirishdan qo'rqmaslik jihatning bir turi. Nurg'ulg'an kishilar va yolg'iz qilishdan qo'rqib, faloni jamiyatdan chiqarib o'tamiki, haqiqatni desam, yolg'iz qoldirib qo'yamanmiki, so'rinlarga chaqirmay qolamanmiki deb haqiqatni deyishdan qo'rqadi. Amaliyotda bizni haqiqatni deyishdan to'sgan hamrohdan, so'rindan va jamiyatdan yolg'izlik ming hassi yaxshi. Haqiqatni desammi, day yolg'iz qolsammi mayli, so'ringa chaqirmasammi mayli deb haqiqatni deyalish jihatning bir qismi. Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu da mana mushu ruh bor edi. Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu ana shunday taqvo kishi bo'lib qolmay, jihatga nihoyat yirisman edi. U Hazrat Umarning davrida 72 yoshga kirib qolgan bo'lsa-mu, Hudus fathi urushiga qatnashdi. O'ylab boqing. 72 yoshga kirgan vaqtida biz nima ish qilamiz? Atrofimizdagi 72 yoshlik boylarimiz nima ish qilyapti? Jihatlardagi u ruh ajoyib bir ruh edi. U ruh iymondan kelgan ruh edi. Agar biz haqiqiy shaklda iymonimiz to'lib tatsa, bizda bu inshaalloh u ruh bo'ladi. Abu Zar G'iforiy zohidlikni o'ziga nihoyat yuqori o'lcham qo'yadi. Hazrat Osman davrida Shamga berib, kishilarning mol dunyoga dum tushganligini ko'rib, ularni nihoyat qattiq tanqidlaydi. Shamning valisi Muaviya uni Hazrat Osmonga shikoyat qiladi. Hazrat Osman Abu Zarni chaqirib ahvolini so'raydi. Abu Zar G'iforiy payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning davrida biz undaq edik, kishilar mundaq edi. Hozir bo'lsa kishilarning hammasi molchilikqa cho'mib, mol dunyoga tushib ketibdi. Oxiratni eslaydigan azlab ketibdi deydi. Hazrat Osman kishilar zakatini bersa, namozni o'qisa, islomcha yashasa, biz ularga uningdan yuqori o'lchamda qo'ya olmaymiz. O'zimizga yuqori o'lcham qo'ysakmi bo'ladi, lekin fuqarolarga bundaq yuqori o'lchamda qo'ya olmaymiz deb o'zining o'zini aytadi. Uzun o'tmay Madinani avvalashib, Madinada molchilik boshlandi. Kishilarning turmush saviyasi yuqori ko'tarishga boshlaydi. Kishilarning yeydig'ini, kiydig'ini, o'ltiradigan uylari oliylashga boshlaydi. Buni ko'rgan Abu Zar qiyomatdagi mukofotimizni mushu dunyoda ilib qolamizmi? Dunyoda mol dunyoga tushib, o'limni unutib, faqat mushu dunyoda huzur halovatning keyni kirib ketamizmi deb ensirashga boshlaydi. Chunki huzur va halovat odamni aldaydi. Diqqat qilib turmasa, o'limni unutildiradi. Dunyoni cho'ng ko'rsatadigan qilib o'tadi, oxiratni kichikirtib o'tadi. Abu Zar buningdan ansiraydi. Shuning uchun u o'ziga qo'ygan yuqori o'lchamni saqlab qolish uchun Madinadan ayrilib, yolg'iz bir cho'lda yashaydi. Va shu cho'lda musulmonlarning, ya'ni Baytul Molning qo'y qollarini beqib berib shu yerda turmush kechirdi. U Madina shunchalik ovotlashib, mo'llashib ketgan taqdirda u o'ziga qo'ygan yuqori o'lchamdan voz kechmay shu cho'lda yashab ajal yaqinlashadi. Ayoli uning ahvoliga qarab yig'laydi. Abu Zar nima uchun yig'laysan deydi. Ayoli shu topda Madina shunchalik mo'l, musulmonlarning turmush saviyasi yuqori ko'tarildi. Siz bo'lsangiz o'zingizni qiynab bu cho'lda vafot etish oldida turyapsiz. Shu topda sizni kepenligidekmi bir narsa yo'q. Hatto sizning namozingizni tushug'li odammi yo'q. Qanday qilaman deydi. Abu Zar ayolning so'zini
anglagandan keyin bir oz o'ylandi va uningga yig'lama. Men payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mening sahobalarimdan birisi cho'lda vafot topadi. Uning namozini bir bilik sahobarim o'qiydi degan. Cho'lda vafot topadigan sahoba men bo'lishim mumkin. Sen sirtqa chiqib qarab boq, kuzatib boq. Birazdan uchrasang uni chaqirib akir deydi. Abu Zerning ayoli yo'lga chiqib qaydi. Qarg'udak bo'lsa Iroqdan bir qancha kishilar kelayotgandek. Ular bo'lsa Iroqdan kelayotgan Abdullah ibn Mas'ud boshchiligidagi bir bo'lak sahobalar edi. Ayoli ularni chaqirdi. Abdullah ibn Mas'ud Abu Zerning qishig'iga kirdi. Bu vaqtda bo'lsa Abu Zer jon uzgan edi. Abdullah ibn Mas'ud Abu Zerni kepallab namozga tushirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek, uning sahobasi bo'lgan Abu Zer cho'lda vafot topadi. Uning namozini Abdullah ibn Mas'ud boshchiligidagi sahobalar o'qiydi. Abu Zer dunyoda boshqa sahobalar ko'rgandek mo'lchilikni, huzur halovatni, bayashat turmushni ko'rmadi. Lekin jon uzgandan keyin u dunyoga o'tib ketdi. U dunyoda chuqur boshqalar ko'rmagan hayotni, boshqalar ko'rmagan huzur halovatni ko'rdi. Alloh taolo Abu Zerga rahmat qilsin. Alloh taolo bizga Abu Zerga o'xshash oxirat so'ygusi dunyodagi zohidlikni ato qilsin. Sahobalar izidin chaqnagan izzat nuri o'tgani siqin idin haq islomning tulquli Başakmaz kafirlar şiddet bilen atsili Hamza Halid Musab'tek şir yürek oğlanları